Avstriyskiy Simmentalni o'zi 100% o'zi kerakmi buzoqchalari 1 oy 1,5 oyligi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga qanchaga tushadi? Bu videoni buzoqcha olaman deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Shu odamlarga yetib borishi uchun bosgan laykingiz juda ham muhim. Like bosib qo'ying. Videoni ko'ramiz, qanchaga SNG davlatlarga yetib boradi. Shunaqa videolar ko'rishni xohlasanglar, menga obuna bo'lib qo'yinglar. 100 talik Simmental deganlarga 100 talik Simmental sizlar uchun. Bu video hammaga borishi uchun like bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. 1 oy, 1,5 oylik Simmentallar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga borish narxlarini diqqat bilan eshitinglar. O'zini tan narxi 25 mingdan 30 minggacha bo'lgan taqdirda 30 ming rubldan 32 ming rublgacha rasxoti bor. Ya'ni, грубо говоря, 62 ming 63 ming rublga SNG davlatlariga, faqat Tojikistonga ozgina qimmatli. Tojikistonga dokument narxi hozirgi kunda 2 million atrofida bo'lyapti. O'zbekistonga dokument narxi 1 million 200 dan 1 million 400 gacha, ya'ni. Uni ham bulardan qancha sig'adi? Bulardan minimum zakaz 60 tadan 80 tagacha. 60 tadan 80 tagacha. Ayrim dokumentchilar qilyapti 80 ta, ayrimlari 60 ta, faqat 60 ta yozib beryapti. 60 ta yozganlarga dokument narxi ozgina qimmatli edi, 80 ta yozganlarga sirli narx chiqadi inshaalloh, xudo xolasa. O'zbek narxida 8,5 milliondan 9 milliongacha bo'ladi shunda. Dokumentning narxiga qarab, ya'ni dokumentni ortiladigan soniga qarab o'zgaradi. Hammaga rahmat.